Humaza surasi Makka da nozil qilingan 9 oyatdan iborat. Humaza birovning ortidan imo ishora va istig'zo bilan g'iybat qiluvchi shaxsdir. Surada dunyoparastlikka o'ta berilib ketgan, faqat boylikka suyanuvchi, o'zgalarni pisand qilmay ustilaridan kuluvchi, kufrga ketgan shaxslar qoralanib, ularning oxirati achinarli ekani uqtiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Kishilar ortidan g'iybat qiluvchi, oldida masxara qiluvchi har bir kimsaning holiga voy. Qayski u mol dunyoni yig'ib, uni sanagan va moli, boyligi uni abadiy qoldiradi deb o'ylaydigan kimsadir. Yo'q, qasamki albatta u xutamaga tashlanur. Ey inson,